Bisoprolol yoki Concor preparatini ko'pchiligingiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Yoki o'zingiz ham bu preparatni iste'mol qilib boradigan bo'lishingiz mumkin. Bu preparatni bir guruh insonlar qon bosimini pasaytirish maqsadida iste'mol qilishadi. Yana bir guruh insonlar esa yurak tez urgan vaqtda yurakni sekinlashtirish maqsadida bu preparatni iste'mol qilishadi. Yana bir guruh insonlar ham mavjud. Bu preparatni yurak uchun qandaydir dori vositasi sifatida iste'mol qilib borishadi. Lekin hech kim bu preparatda o'zi nima, qaysi guruhga kiradi va bu preparatdan asosiy maqsad nimaligini aniq bilishmaydi. Bu preparat eng ko'p hollarda noto'g'ri tarzda buyurilgan va nojo'ya ta'sirlar bilan yurishga majbur qiladigan holatlardan biri. Afsuski, hozirgi vaqtda o'sha qabulga kelgan bemorlarimda ham bu holatlarni juda ham ko'p ko'rganman. Shuning uchun bu videoni olishga qaror qildim. Bisoprolol va Concor preparati o'zi nima preparat va bu qachon va qaysi bemorlarga to'g'ri keladi va yurakka yordam berishi mumkin. Bugungi videoda siz bu haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Agar qandaydir xavotirli holat bo'ladigan bo'lsa, yoki stress bo'ladigan bo'lsa, yoki siz biron bir narsadan qochadigan bo'lsangiz, tez yuguradigan bo'lsangiz, sizni organizmingizdan ko'p miqdorda bitta gormon ishlab chiqariladi. Bu gormon nomi adrenalin. Ko'pchiligingiz eshitgan bo'lishingiz mumkin. Adrenalin yurak urish sonini tezlashtiradi, qon bosimini ko'taradi va sizda o'sha qorachiqlar kattalashadi va sizda ochlik hissi ham yo'qolib ketadi. Bu holat adrenalin gormoni ko'p miqdorda ishlab chiqarilgan vaqtda kuzatiladigan holat hisoblanadi. Aynan shu adrenalinni organizmda alohida beta retseptorlari mavjud. Adrenoretseptorlar deydi. Aynan shu beta retseptorlarga ta'sir ko'rsatgan holatda yuqorida sanab o'tilgan holatlarga ta'sir ko'rsatish effektiga ega bo'ladi. Bu holatni yo'qotish maqsadida beta blokatorlar, ya'ni beta 1 yoki beta 2 retseptorlarga blokatorlar o'ylab topilgan. Bu blokatorlarga oddiy misol bu bisoprolol yoki o'sha siz bilgan Concor preparati bo'lishi mumkin. Hozir qisqa qilib tushuntirib o'taman. Bisoprolol bu ishlovchi moddaning nomi. Bu nomda juda ham ko'p miqdorda sotuvdagi nomlar ham mavjud. Bular bisoprololning o'zi yoki Concor preparati yoki shunga o'xshash Bidop degan preparatlar ham mavjud. Bu preparatlar aynan shu bisoprololni sotuvdagi nomi bo'ladi. Bisoprolol preparatidan asosiy maqsad aynan shu beta 1 retseptorlarga to'sqinlik qilib, adrenalinni beta retseptorlarga ulanishiga yo'l qo'ymaydi va shu bilan birga qanchadir miqdorda qon bosimi pasayadi va qanchadir miqdorda yurak urish soni pasayadi. Va shu bilan birga yuqoridagi shikoyatlar ketadi. Bisoprolol preparati demak bu simptomatik davo chorasi ekan. Bu asosiy davo chorasi hisoblanmaydi. Aynan shu simptomatik holatni yo'qotish maqsadida vaqtinchalik holatni yaxshilab turish maqsadida bu preparatdan foydalaniladi. Agar bemorda qandaydir kasallik sabab yurak urish soni yoki qandaydir kasallik sabab qon bosimi ko'tarilish holatlari vujudga kelgan bo'lsa, bu preparatni qo'llab, shunchaki siz simptomlarni yo'qotishingiz mumkin, ya'ni shikoyat yo'qolishi mumkin. Lekin kasallikning o'zi hech qayerga ketmaydi. Bisoprolol preparatni eng ko'p noto'g'ri qo'llaniladigan holatlardan biri bu yurak tez urgan vaqtda. Qanday yurak tez urishi qat'iy nazar bisoprolol preparatni buyurishadi. Ba'zi bir bemorlar bu preparatni iste'mol qilib, yurak urish soni pasaydi, bu preparatdan to'xtatsam bo'ladi deb o'ylashadi va preparatni birdaniga to'xtatishadi va yurak urish soni, qon bosimi birdaniga ko'tarilib ketish holatlari vujudga keladi. Bu holat yuz bermasligi uchun yurak urish soni nimaga tezlashganini aniq qilib ko'rib olish shart. Chunki bu holat o'zidan o'zi vujudga kelmaydi. Yosh bemorlar qabulga kelgan vaqtda nima preparat iste'mol qilasiz deb so'raydigan bo'lsak, yuragim tez uradi va men bisoprolol preparatni iste'mol qilib boraman ancha yildan beri deb aytishadi. Lekin kasallikni o'zini agar yaqindan qaraydigan bo'lsa, bemorda anemiya bo'ladi va anemiyada siz bilishingiz mumkin, yurak urish soni tezlashadi. Chunki to'qimalarga kislorodni yetkazib berish uchun anemiyada gemoglobin miqdori past bo'ladi. Bunday holatda yurak o'ziga mana shu yuklamani oladi va yurak tez urishga majbur bo'ladi. Bu holatda bisoprolol preparatni yurak urish sonini pasaytirishi va organizmni boshqa nojo'ya ta'sirlarga rivojlantirishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki kislorodga bo'lgan talab baribir to'qimalarda rivojlanib bo'lgan va o'sha gipoksiya jarayoni, kislorod yetishmovchiligi jarayoni bemorda jadal rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda bisoprolol o'rniga anemiya holatini butunlay bartaraf etadigan bo'lsa, ya'ni gemoglobin miqdorini normal darajaga ko'taradigan bo'lsak, bisoprolol preparatiga ehtiyoj qolmaydi va siz holatni to'liq bartaraf etishingiz mumkin bo'ladi. Anemiya bo'yicha Dr. Nurpo'latov YouTube kanalida alohida video bor. Bemalol kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Chunki anemiyani o'zini bu videoni o'zi ichkarisiga kirgizib bo'lmaydi. Chunki anemiya bu juda ham katta mavzu.
anemiya sabablari, qanday turdagi anemiyalar va bu turdagi anemiyalarni qanday qilib davolash haqida biz doktor Norpo'latov kanalida alohida video ishlaganmiz. Kirib, ko'rib tanishishingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilgandek Kankor yoki bisoprolol preparati bu yurak urish sonini pasaytiradi. Ya'ni manfiy xromotrop effektiga ega deb aytib o'tdik. Shu bilan birga yurakka bo'lgan yuklama pasayadi. Va bu holatda o'sha qon bosimini qanchadir miqdorda pasaytirishga erishadi. Qon bosimini butunlay pasaytiruvchi alohida birinchi liniya preparat bu bisoprolol emas. Ko'pchilik qon bosimini pasaytirish maqsadida bisoprolol yoki Kankor preparatini iste'mol qilib boradi. Bu noto'g'ri holat hisoblanadi. Chunki bu preparatni qon bosimi uchun iste'mol qilib borish bu xavfli jarayon. Agar siz qon bosimingiz 150 yoki 160 bo'ladigan bo'lsa, siz bisoprolol preparatini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, qon bosimingiz 10 ta uzog'i borsa 15 mm simob ustunda pasayishi mumkin, undan pastiga o'tmaydi. Chunki bu holat qon bosimini aynan shu yurakka bo'lgan bog'liq jarayonni pasaytirishga yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Qolgan holatlarda esa bu preparat o'sha o'zini funksiyasi, ya'ni o'sha manfiy xromotrop effektiga ta'sir ko'rsatgan holatda yurakka bo'lgan bosimni pasaytirib, shunchaki qon bosimiga ta'sir ko'rsatmagan holatda yurishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu preparatni qon bosimiga ta'sir ko'rsatgan holatda iste'mol qilib borish noto'g'ri jarayon hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan bisoprololdan noto'g'ri foydalanish bu eng ko'p holatlar edi. Bundan tashqari boshqa holatlar ham mavjud. Buni video ichiga kirgizib o'tirmayman, chunki boshqa ma'lumotlar bor. Bisoprolol preparati o'zi qachon iste'mol qilinadi? Buni aniq qilib bilib olish shart. Bisoprolol preparati birinchi asosiy ko'rsatma bu yurak ishemik kasalligida. Yurak ishemik kasalligida agar sizga vrachingiz, kardiologingiz yurak ishemik kasalligi yoki IBS, stenokardiya deb diagnoz qo'ygan bo'lsa va sizni pulsingizni pasaytirish maqsadida bu preparatni buyurgan bo'lsa, demak, vrachingiz to'g'ri qilgan va bu preparat haqiqatan ham sizga kerak bo'lishi mumkin. Yurak ishemik kasalligida bu preparatdan buyurishdan asosiy maqsad puls sonini pasaytirish. 55-60 oralig'ida puls oshib ketmasligi kerak. Chunki yurakka bo'lgan yuklama ko'tarilsa, ya'ni puls soni oshadigan bo'lsa yoki qon bosimi qanchadir miqdorda ko'tariladigan bo'lsa, yurakka bo'lgan yuklama oshib ketadi. Va bu esa infarkt holatiga yaqinlashtirishi mumkin bo'ladi. Yurakning qonga bo'lgan talabi oshishi bilan birga o'sha yurakda kuchli gipoksiya, ya'ni qon yetishmovchiligi, koronar qon tomirlar yetishmovchiligi jarayoni rivojlanadi va bu esa infarkt holati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq jarayon hisoblanadi. Bu holat rivojlanib ketmasligi uchun simptomatik ravishda va profilaktik ravishda bu preparat, ya'ni bisoprolol yoki Kankor preparati buyurilishi mumkin bo'lgan preparatlardan eng asosiy preparatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu preparatni sizga o'sha vrachingiz sizni o'zingizdan kelib chiqqan holatda va sizni pulsingizdan, yuragingizdagi o'zgarishlardan kelib chiqqan holatda bu preparat yarimta yoki kerakli dozada 2,5, 5 yoki 10 milligrammda buyurilishi mumkin bo'ladi. Bu preparatni uzoq muddat katta dozada iste'mol qilib borish keyinchalik nojo'ya ta'sirlarga sabab bo'lishi mumkin. Bisoprolol qo'llanishi kerak bo'ladigan ikkinchi holat mavjud. Bu antiaritmik profilaktik davo chorasi hisoblanadi. Ya'ni sizda aritmiyalar rivojlangan bo'lsa, agar sizda bo'lmachalar fibrillatsiyasi o'sha paroksizmal formada rivojlangan bo'lsa yoki qorinchalar tahikardiyasi, qorinchalar ekstrasistaliyasi yoki bo'lmachalar ekstrasistaliyasi holatlari shu turdagi aritmiyalar sizda rivojlangan bo'lsa, bu umumiy profilaktik sifatida qo'llanilishi kerak bo'ladigan antiaritmik davo chorasi hisoblanadi. Bu o'sha shakllangan aritmiya sikallarini qanchadir miqdorda kamaytiradi. Saloldan aytib o'tganimizdek, adrenalinni yurak beta retseptorlariga ta'sir ko'rsatmasligi uchun bloklaydi va adrenalinni yurakka bo'lgan ta'siri kamayadi. Va bu holatda ham xuddi shunday o'sha aritmiyalar soni kamayishi, lekin aritmiyalarning o'zi yo'qolib ketmasligiga sabab bo'ladi. Chunki aritmiyalar bisoprolol preparati bilan davolanmaydi. Bu shunchaki o'sha aritmiyalar sonini kamaytirishi mumkin bo'ladi. Qo'shimcha davo sifatida umumiy profilaktikada bisoprolol preparati buyurilishi mumkin bo'lgan, aritmiyada qo'llanilishi mumkin bo'lgan preparat hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan ikkita holat bu kardiologiyada eng ko'p ishlatilishi kerak bo'lgan, ya'ni bisoprolol preparatni ishlatish kerak bo'ladigan holatlar edi. Bu preparatni qachon qo'llab bo'lmaydi? Chunki to'g'ridan-to'g'ri qarshi ko'rsatmalar ham mavjud bo'ladi. Agar preparat instruksiyasi, ya'ni yo'riqnomasini ochib qaraydigan bo'lsangiz, qo'llash qat'iyan man etilgan holatlar bo'ladi. Bu holatda umuman qo'llash mumkin emas. Birinchi asosiy qat'iy qo'llanishi mumkin bo'lmagan holatlar. Agar siz shu vaqtgacha boshqa turdagi beta blokatorlarni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, misol uchun Nibilet, Nibivalol, Bidop yoki boshqa turdagi shunga o'xshash
beta blokatorlarni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu holatda sizga bisoprolol yana qo'shimcha tarzda kirishi bu o'ta xavfli jarayon hisoblanadi. Nega bunday? Chunki beta blokatorlar o'zi shu vaqtgacha ishlab boryapti. Lekin siz bu preparatni iste'mol qilib borishingiz o'sha bor beta retseptorlarni ham to'liq bloklashi va bu esa keyinchalik puls soni pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Puls soni o'ta pasayib ketishi bu hayot uchun xavfli bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni sizda AV blokadalar yoki sinoatrial blokadalar rivojlanishi ehtimoli va holatni o'sha reanimatsion holatgacha olib borish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Keyingi qarshi ko'rsatma, agar puls soni o'zi tug'ma past bo'ladigan bo'lsa, misol uchun puls soni 50 yoki 60 atrofida yurgan bo'lsa, bu preparat qo'llanilishi mumkin emas. Sizda yurak ishemik kasalligi bo'ladimi yoki har xil turdagi aritmiyalar bo'ladimi? Bu preparatni agar siz iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, puls soni yana xuddi shunday pasayib ketishi, hattoki 40 ta, 30 tagacha pasayib ketishi mumkin bo'ladi va bu holat esa aytib o'tilgandek hayot uchun xavfli jarayonlardan biri hisoblanadi. Bisoprolol preparatiga bo'lgan yana bir qarshi ko'rsatma mavjud. Bu preparat hech qachon AV blokadalarda yoki boshqa turdagi blokadalarda qo'llanilishi mumkin bo'lmagan preparat hisoblanadi. Nega bunday? Chunki blokadalarda beta retseptorlari ishlashi o'zi shunchalik ham sust bo'ladi va impuls o'tkazuvchanligi ham shu darajada past bo'ladi. Bu past pulsni yana xuddi shunday pasaytirib yuborish bu blokadalarni yana ham ahvolni og'irlashtirishga sabab bo'lishi mumkin. Bisoprolol preparatiga yana bir qarshi ko'rsatma mavjud. Bu anemiya holati. Ko'proq ayollarda, yosh ayollarda kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi. Chunki anemiya holati bizning mintaqamizda ayollar ichida juda ham keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tgandek, videoni boshida anemiya holatida bu preparatni iste'mol qilib boriladigan bo'lsa, asosiy birinchi o'rinda o'sha to'qimalarning perfuziyasi, ya'ni qon bilan ta'minlanishi buziladi va gipoksiya jarayoni yana ham jadal rivojlanishga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda umumiy qon tahlili ko'riladi va bemorda haqiqatdan ham gemoglobin, eritrotsit miqdori, gematokrit ko'rsatkichi va rang ko'rsatkichlari past ko'rsatkichni ko'rsatib turgan bo'lsa, demak bu preparatni to'liq voz kechiladi va to'g'ridan-to'g'ri aynan shu anemiyani sababidan kelib chiqqan holatda davolash kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan holatlar bisoprolol preparati haqida to'liq ma'lumot edi. Agar sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, video ostidagi izohlarda albatta yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.